Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. Siz bilishingiz kerak bo'lgan muhim bir narsa bor. U sizni so'nggi manzilga yetkazadi. Alloh taolo ruhlarni yaratib, al-Misohda va'dalashgandan keyin Jabroil alayhissalomga ruhlarni sayohat qildirishni buyurdi. Jabroil alayhissalom ularni ergashtirib dunyoga kelibdi. Ruhlarning 10dan 9i dunyoga muhabbat qo'yib qolibdi. Qolganini yetaklab jannatga boribdi. Ulardan ham 10dan 9i jannatga oshiq bo'lib qolibdi. Faqatgina bir qismi Allohning huzuriga qaytib boribdi. Bilguvchi Alloh ulardan nega qaytib keldinglar deb so'rabdi. Ular: ey bizni sevib yaratgan Robbimiz, dunyoda ham jannatda ham sen yo'qsan. Bizga sen keraksan deb javob berishibdi. Shundan bu dunyoda insonlar 3 toifada bo'lar ekan. Dunyoga oshiqlar, jannatga oshiqlar va Allohga oshiqlar. Siz qaysi biridasiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring.